qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham deydilar. Qarang, qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob-kitob o'ta og'ir deydilar. Mayli bizlar ustimizdan kulsin, mayli bizni masxara qilsin. Alloh masxara qilmasa bo'ldi. Alloh ustimizdan kulmasa bo'ldi. Qolgani ustimizdan siyvermaydimi? Ustimizdan musir ag'darvermaydimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarda tuyani ichak-chavoq qornini olib kelib bostirib, ustimizdan shunaqa tashib, xursand bo'lish kerak. Yo Alloh, senga hamd sanolar bo'lsin. Rasulingga bergan sinov meni boshimga keldi. Rasulingni boshiga ichak-chavoq tashodi. Menga ham hayotimda shu rasulingga bo'lgan narsa bo'ldi. Xursand bo'lmaysizmi? Qaytaga o'sha musir tashaganni peshonasidan o'parish kerak-ku. Mana shu maqomga yetkazding deb.